Assalomu alaykum, xayrli kun, xayrli tong, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Xayrli obed вообще-то. Kunimiz boshlandi, alhamdulillah. Ertaga bitta yaqinimizni to'yida xizmatdamiz, xudo xolasa inshaalloh. Bugun harakatlar, qilib qo'ygan boshqa planlar hammasiga ertalabdan uydan chiqib ketdim. Hamma ishlarimni ketma-ket bitirishim kerak. Sizlar yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Hammani kuni yaxshimi? Juma ayyominglar bilan hammanglar. Mana xira bo'lib qolish вообще-то meni telefonimdan emas. Quyosh tushyapti yuzimga. O'shandan shunaqa xira bo'lib qoldi. O'tgan safar bitta qizimiz yozibdi, kamerangizni artib oling, story 30 ming marta artib olsam ham quyosh tushsa bar shunaqa bo'ladi. Ertalabda men yaxshi ko'rgan ashulalar ketma-ket boshlanyapti. Ketolmayman lek sendan, umrim xazon yolg'ondan, sahrasi bor yomondan, unsaydim seni. Farishtalar men emas, farishta men bo'lolmas, bu faryodga qo'nolmas, unsaydim seni. Bir qadam tashlamayman, bir kun ham yasholmayman, sirli ko'kda sen birman, unsaydim seni. Bir qadam Kechadan beri menda hamma eski ishlarga ashulalar chiqyapti, retrolar. Retrolar yoqadimi sizlarga? Ishoninglar, bugun men direktim portlaydi, chunki o'tgan safar ham qaysidir qo'shig'i eslolmayman. Shunaqa retro qo'yganimda, даже kecha oddiy benomni ham hamma Marjon deb yozibdi, o'zi ham bor. Voy, o'sha paytimga tushirdingiz, voy, eslatdingiz. Короче, mendagi ko'p ayollar o'sha qizlik paytini, instagramlarni, xullas hammasini eslashgan. Men bu ham retro. Bugun bir sizlarni azoblash xizmati bo'laymi? Hammasini esingizga tushirib, yoshliginglarni eslatib, o'zimiz sizlar bilan qo'shilib retro eshitib eslaymiz. Hamma ashulasi o'sha payt baribir boshqacha bo'lgan. Manzuralar вообще ko'z temasdan ertalabdan kayfiyatim yaxshi meni. Sizlarning ham kayfiyatinglarni ko'taraman.